O'zbekistonga yangi mahsulot kirib keldi, ya'ni birinchi qo'l, birinchi marta obzor bo'lyapti. Ya'ni hali ijtimoiy tarmoqqa rostman kirib kelgani yo'q. Birinchi videoni sizlar ko'ryapsizlar albatta. Bu nima deganlar uchun? Bu abrazeslar, ya'ni pollarga, hammomga, detskiy plashatka, avtomoykalarda ostiga, skladlarga, xullas joy tanlamas, mustahkamligi nihoyatda bir nomer 1 dan bo'lgan, ya'ni nalyivnoy polga o'xshagan o'zini svetnoy. Mana shunaqangi ranglari bor ekan. Hozircha 5 xil rasvetkasi bor ekan, ko'rishinglar mumkin. Bu joyda kataloglarni qo'yib qo'yganmiz. Albatta qizilniki yo'q ekan. Endi qilib ko'rsatamiz. Bo'lmasam biz tadbirkor akamiz ushbu mahsulotlarni O'zbekistonga olib kelgan akamizni oldiga kelganmiz. Bir boshdan to'liq obzorni akamizdan olaveramiz aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mazingiz yaxshimi? Xo'ja, yaxshimisiz? Rahmat aka. Aka, biz ming gapirganimiz bilan sizni o'zingizdaqa ta'rif bera olmaymiz-da. Qayerlarga ishlatilish haqida yorib beraverasiz. Polimer sement mahsuloti основной направление ishlatiladigan направление bu katta skladlarga, детский площадкаlarga, parkovkalarga ishlaydigan material mahsuloti. Xullas, juda ham mustahkam, juda ham qulay ishlashga, однокомпонентный material, faqat suv bilan ishlaydi. Har bir qopiga kerak miqdorida suv qo'shilinadi. Yaxshilab mikserlar bilan aralashtirib qo'yib, tekislab, igolchli valiklar bilan tekislasangiz, xullas 2 soatdan keyin qotadi bu narsa. 2 soatdan keyin odam yursa bo'ladi. 7 sutkadan keyin bemalol mashinalar, katta texnikalar uning ustidan yursa bo'ladi. Ya'ni katta skladlar uchun, ya'ni karalar, furalar, tonnalar yuk ko'taradiganlar uchun ko'tarib beradi skladlar. Albatta. Ya'ni yoniga qo'shib qo'ydik, mana videoni ko'rishinglar mumkin. Hattoki molotoy bilan urgan taqdirda ham hech bola qilmayapti. Albatta buni hozirgi turishida molotoy bilan ursangiz yorilib ketadi, lekin yerga birikkandan keyin buni uzil-kesil yorib bo'lmaydi aka. To'pa-to'g'ri. Qayerda mahsulot aka bu? Bu mahsulot Xitoy mahsuloti. Xitoy mahsuloti. Lekin original. Original. Zavod o'zidan, zavodda dileri biza, o'sha zavoddan olib kelib, birinchi bir eksperimentalniy postavkasi bu, xudo xolasa, uyaltirmaydigan, o'zini sertifikatlarni, ispitaniyalardan o'tgan, mana shu O'zbekistonning nauchniy laboratoriyaga berganmiz, ispitaniya qilingan, zamorozkaga, sжатиеga, adgeziyaga, iznосостойкостьga hamma ispitaniya qilingan. Почти 2 oy vaqtida buni ispitaniyasi o'tuvdi. Kimga qiziq bo'lsa, bizga murojaat qilsa, shu ispitaniyani qarorini, kopiyalarini beramiz. O'zingizlar o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Xullas, shu mana sizlarga O'zbekistonga birinchi kirib kelgan joyi yoki bormi aka sizdan boshqa bu narsa? Endi to'g'risi bilmayman, birinchi shu zavoddan olib kelishimiz biza. Ha, juda zo'r aka. Sertifikatdan, go'standartdan o'tgan. Bu mana bu dokumentni olishni o'zi bo'lmaydi. Bundan tashqari mana bu joyda mana quyilish sistemalari videoning davomida yoniga qo'shyapmiz, ko'rishingiz mumkin. O'zini gruntovkalarini ishqalab hamda ustidan nalyivnoy polda qanday kuysangiz, xuddi shu formatda foydalansa bo'lar ekan. Keyin buni xonadonlar uchun ishlatsam bo'ladimi? Bu silliq narsa ekan deganlar uchun bu bliski berib turganligi, ya'ni oynani ustiga kuyib ko'rsatib berishgan. Aslida mana bu holatda bo'ladi. Hovlimga qilib qo'ysam-u, yiqilib ketmaymanmi degan akalar uchun bu matviy bo'lar ekan. Ya'ni ko'rishingiz mumkin mana shunaqangi holatlarda. Agar o'zini maxsus valigi bor ekan, mana video davomida ko'rishingiz mumkin. Shu valiklarda ishlatilsa, mana bu havochilar chiqib ketib, zo'r holatga kelib berar ekan. Aka, tarkibiga qaynagan suv qanaqa qo'shimchalar bormi yo oddiy suv, oddiy krandan suv. Oddiy o'zimizning misol shpaklyovkalarda tayyorlangan holatda tayyorlanadi. Zo'r ishlatsa, ya'ni o'sha mayda zarralarni qog'izdirmasdan urib bersa, aytgan diametrda chiqaveradi. Bundan tashqari aka qarang. Detskiy plashatkalar har xil svetida, misol jozibador bo'lib ko'rinib tursin deydi-yu. Пешеходный дорожкаlar, детский площадкаlar, parkovkalar joy ajrataman desa. Avtomoykalarga ham chidamlar. Avtomoyka masalan, mashina quritadigan joyga ishlatsa bo'ladi. To'pkovut ustidan qilinsa, masalan, ustidan yana o'zining mahsuloti bor, to'pkovut qilinsa, yuvadigan joyga ham ishlatsa bo'ladi, o'ziga suv tortmaydi bu. Tushunarli. Bitta qopi necha kvadratga yetadi shunda? Bir qopi 25 kilo bo'ladi, og'irligi 25 kiloga 4,5 litr suv qo'shiladi. O'sha 4,5 litr suv qo'shilgandan keyin 2-3 marta mikserda aralashtiriladi. 5,5 kvadrat joy yopadi bir qop. Tushunarli.
Xullas, akalar nima deymiz? Bu mahsulotni o'zi foydalanishni biladigan akalarimizga yangilik emas, bemalol yangilik qilmoqchi bo'lgan akalarimiz xarid qilishi mumkin. Bundan tashqari hozyastvenniy do'konlari bor, ya'ni qurilish mollari do'konlari borda bemalol sotsangiz bo'ladi. Ya'ni qayerdadir qidirib yurganlari bor, qo'ni-qo'shniga o'tadi yoki birorta oshna og'ayni birorta xonadonga borsa, oyog'ini tagi mana bunaqangi ko'rinishda turadigan bo'lsa, qayerdan olding desa, albatta siz do'koningiz ham yurib ketishi mumkin. O'zbekiston 12 ta viloyatiga dostavkasi hamda sherichiligiga, misol sizdan xarid qilaman deganlarga yetkazib beryapsiz. Xudo xolisa, kelishilgan holda, holda, masalan, Toshkent bo'yicha skladimiz bor. Toshkentdan olib ketganlar bemalol skladimizdan ortib olib ketaversa bo'ladi. Dostavka qiladigan bo'lsak, dostavka pulini gaplashamiz. Kelishilgan holda. Narx-navolari haqida ma'lumotni Narx-navo haqida bo'tga ofisimizga kelib, yoki telefonda kataloglarni ko'rib, telefonda kelishib bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. tushunarli. Hurmatli kuzatuvchilar, ekranda pastdagi raqamlarga aloqachi qilaring. Sizlarga istagan mahsulotingizni, ya'ni tanlagan mahsulotingizni katalogini tashlab berishadi hamda qanday joylarga ishlaganliklarini videolari bor ekan, qisqa roliklari biz ko'rdik. Albatta videolarni ko'rib, o'zingizga yarasha xulosa qilib, bemalol xarid qilishlaring mumkin. Mahsulotlarga gap so'z yo'q, hammasi original, o'zining sertifikatiga ega ko'rsatib o'tdik. Manzillar Toshkent shahar, Sergeli tumani, Nilufar 2A ko'chasi. tushunarli. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik deb o'ylayman. Bemalol ekran pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar.